600 ming so'm pul sizlarniki bo'ladi. Videoda 2 ga bo'lib, ikkita lokatsiyada qo'yaman. 300 ming so'mdan videoda oxirigacha ko'ringlar faqat. Mana raisni ushladim akalar, raisni. Rais nima qilyapsiz endi bu yerda? Xususiy va'daganlar bor ekan. Uyda qishdan keyin muammolar paydo bo'lib qoladi. O'shanga gaplashganda keldim. Akamiz vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatar ekanlar. Telefon raqamlar mana bor ekanlar. Bemalol suv montaj, kanalizatsiya montaj, kerak bo'lsa tozalash xizmati ham mana shu zo'r ekan. Bir vaqtda o'zida o'nlab joylarda xizmat ko'rsatish imkoni. Albatta, o'nlab joylarda xizmatlar ko'rsatishaver ekan. Bemalol zavod, fabrika, korxona hamma yo'q, bemalol murojaat qilsang hal qilib berishaver ekan ishlaringni. Kamerali deb eshitdim anaqalarini. Tozalash xizmatida kameralar ham bor ekan даже. Agar ochilmaydigan bo'lsa, pul ham olishmas ekan. Yo'l kirasiga ham hattoki pul berishmaydi. Yo'q, berishmaydi ishlamasa. Bo'ldi akalar, mana murojaat qilaverasizlar. Telefon raqamlari mana akalar. Akasi qalatyapti. Ko'pchilik so'ragan edi. Ushbu video 10 mingta like yig'sa, yana shu joyda bo'ladi akalar. Shoshilamiz.